Birgina tug'ilgan kuning bilan kamlik qiladimi? Tasavvur qiling, telefon jiringlaydi. Qarshi tomonda esa samimiy ovoz, yurakdan chiqqan so'zlar, faqat siz uchun yozilgan tilaklar. Bu oddiy tabrik emas, bu yurakka yetib boradigan sovg'a. Dil tilaklarim yaqin insoningizni ovoz orqali tabriklaydigan noyob loyihadir. Biz so'zlarni shunchaki o'qimaymiz, his qilib aytamiz, yurakdan tabriklaymiz, unutib bo'lmas lahza yaratamiz. Onaga, otaga, turmush o'rtog'iga, farzandga, do'stga yoki sevgan insoningizga har bir tabrik alohida o'ziga xos va nozik did bilan tayyorlanadi. Nega aynan biz? Shablon emas, individual matn, sovuq SMS emas, jonli ovozli tabrik, oddiy emas, ta'sirli va noodatiy. Tug'ilgan kunda eng qimmat sovg'a bu e'tibordir. Biz esa uni so'zga aylantirib beramiz. Hoziroq yozing, yaqin insoningizning tug'ilgan kunini haqiqiy bayramga aylantiring.